Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman ona. Har narsadan qo'yib men ustun. Sizni yaxshi ko'raman ona. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronali kunlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan Dallas Xoram loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida istiqomat qiluvchi Ma'rufaxon opamiz bilan bog'landimmi? Ha? Xayrli kunlar bo'lsin Xojona, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz qizim? Rahmat, Allohga shukr. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat qizim, rahmat katta. Rahmat. Umringiz uzoq, martabangiz ulug' bo'lsin, farzandlaringiz, nabiralaringiz rohatini ko'rib yuring doimo. Rahmat qizim. Rahmat ilohim. Ayni damda sizni Dallas Xoram loyihasi tug'ilgan kun tabriklaridan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Ha. Onajonim, bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Kim yuborgan bo'lishi mumkin? Endi qarindosh urug'larim ko'pda, farzandlarim ko'p, qarindosh urug'larim ko'p, kimdalik bila olmayman-da. Bir taxmin qilib ko'ra olasizmi? Baxtigul hammasmi? Yo'q, adashdingiz. Bunisi o'g'illarimdir. Aynan qaysi biri? Temurdaymi, Shohjahondaymi? Mashallah, sizni jonlaridan o'rtog'i yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas, mehribon o'g'lingiz Temurbek akamiz nomidan kelibdi. Va ular bilan birgalikda qizlaringiz Madinaxon opa, Maftunaxon opa, o'g'lingiz Shohjahon aka, keliningiz Maniraxon opa, kuyovingiz Boburjon aka, Ulug'bek aka, nabiralaringiz Imronbek, Soyimaxon, Zubayrjon, Kamronbek, Foziljon, Zulfiqor, Umarbek, Abubakar, Saddambek, Muhammad, Usmon, barcha yaqinlaringiz, jigarlaringiz ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat, hammasini umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, martabalar baland bo'lsin farzandlarimiz. Rahmatingiz kelsin. Onajonim, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Kattakon minnatdorman. Assalomu alaykum, poy jannatam. Mehrga minnatlar qo'shmaganim. Ikki dunyosi ham aziz insonim, farishta onajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Onajonim, men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bugun sizga o'z chuqur minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Meni bu yorug' olamga keltirib, oq yuvib, oq tarab, hech kimdan kam qilmay o'stirganingiz uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin. Hamisha biz farzandlaringizni baxt kamolini ko'rib, sog' salomat bo'lib yurishligingizni Yaratgan Allohimdan so'rab qolaman. Yuzlari nurli, qalblari qaynoq, yuragida mehr muhabbat mo'lam jannat onajonim. Sizni shunchalar yaxshi ko'ramizki, hatto qiyosingizni ham topa olmaymiz. Onajonim, chiroyligamsiz. Mushkambarlardan-da ziyoda onajonimsiz. Poyingizda jannat, o'zingiz esa hokisorimsiz. Qancha chiroyli so'zlar yozsam ham, ta'riflasam ham kam bo'lgan. Munisam, mehribonimsiz. Sizni dunyolarga sig'mas darajada juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz meni bu yorug' olamga taqdim etib, oq sutingiz ila mehringiz ulashdingiz. Onajonim, biz shu birgina mehringiz haqqini hech qachon ado eta olmaymiz. Onajonim, yuragimni urayotgan har bir zarbada
olayotgan har bir nafasimda, qilayotgan har bir duoyimda siz. Hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lib, bizlarni baxt rohatimizni ko'rib yurishlik nasib qilsin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Boshim qo'yay bugun hoki poyingizga. Qalbim to'la mehri daryo soyingizga. Mehribonim, tanhogina jonajonim. Boringizga shukr ona, boringizga. Baxtimsiz sizni qilay men humolarni. Rostligim siz yuzi qursin ro'yolarni. Allangizga alishmayman dunyolarni. Boringizga shukr ona, boringizga. Or qilaman qilgan hamma xatoyimdan. Ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan. Boringizga shukr ona, boringizga deya joyi bo'lgan o'zlarni, dilizxonlarning va she'riy maktublarini aynan siz uchun farzandlaringiz yo'llab o'tibdilar. Sizni ham mehribon farzandlaringiz uchun tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Rahmat bollarıma hammasini umri uzar olsun, ulug' bo'lsin, martabalar baland bo'lsin. İşlerini rivojini bersin. Allohim hamisha qo'llab-quvvatlasin. Men ham hamma bollarni yaxshi ko'raman. Hammasini biridan qattiq yaxshi ko'raman. Ilohim farzandlarim meni baxtimga qo'shganlari bilan qo'sha qarib, o'zlaridan ko'payib mana shu nevara-chevaralar to'ylarga o'tirishlikka Alloh taolo nasib ro'za aylasin barchamizni. Rahmat. Rahmat kattakon, ilohim aytganingizga olsin. Hamisha har barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi shukronali kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar. Rahmat, siz ham ishlaringiz rivojini bersin. Allohim yo'llaringiz yorug' bo'lsin. Hamisha rahmat sizga ham qizim. Hamisha omadingizni bersin. Rahmat kattakon, ilohim aytganingizga olsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon. Rahmat katta. Tinch bo'linglar, bo'pti. Rahmat. musfm.uz taqdim etadi. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini eksam, men bormanki mehr tutmas boshqadan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu
yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalqizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalqizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. musfm.uz eng yangi musiqalar olami.